Pul topish uchun nima qilish kerak deysizmi? Yaxshi inson bo'lish kerak, qalb tozalash kerak. Energiya, pul ham bu energiya, baxt ham bu energiya, muhabbat ham energiya. Toza bo'lsagina keladi ular. Kir bo'lsa, ular tortib ola olmaydi. Toza qalbga keladi. Mana men degan biznesmenlar hammasiga ahamiyat bering-da. Hammasi yaxshi insonlar. Kesharq. Masalan, Ixtiyor Dusmetov, asa hurmat qilaman, yaxshi inson. Murod Nazarov mana, rosa yaxshi ko'raman uni ham. Yaxshi insonlar, ahamiyat berganmiz. Energiyasi toza hammasini. Mana shunday energiya toza bo'lgani uchun ham ularga Alloh taolo uyib to'kib beryapti. Потому что ular olamga beryapti. Ixtiyor Dusmetov darslarini beradi, biznesmenlarga o'rgatadi, yo'l yo'lakayni beryapti. Murod Nazarov esa uylar qurib beryapti xalqiga. Ko'rdingizmi? Bergan odamga Alloh taolo beradi. Bu olish berish qonuni. Bitta bersang senga bitta beradi, 10 ta bersang senga 10 ta beradi, 100 ta bersang senga 100 ta beradi. Bu juda ham oson boy bo'lish. Biz esa nima qilamiz? Ber deymiz. Allohning tili yo'q senga aytadigan. Sen qachon berasan menga? Sen charchamadingmi meni so'rayverib deydi Alloh taolo. Men orqali sizlarga gapirash shunarsani. Qachonga so'rayverasizlar deydi. So'kib tashlardi, iloji yo'qda. Haqiqatan hammamiz so'raymiz-ku, ber deb. Berish kerak. Sen berasan, Alloh taolo senga beradi. Sen berasan, senga Alloh taolo beradi. Mana shu qonunni o'rganmasangiz bo'ldi.